Hali meni bu yerda nevaralarim ko'p marta kopta o'ynashadi. Yo'dimi? Ol. Yo'q, olmayman, nega olar ekanman? O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Boqaq. Sol. Nimaga ketadi? Yig'laydi. Sendan ayrilib qanday yashayman endi? Seni yeyman degan ekan, uyan yalinib unga yig'labdi. Voy! To'xta ey parovoz, shoshma bir nafas. Konduktor tormozni bosib tur birdam. So'nggi bor onamga salom beraymen. Meni ko'rib qolsin mehribon onam. Maftun buldum güzel bir canamga. Vay oying o'rgilsin, azim. Keldingmi, bola? Ha, to'xta. O'sha jodugaringdan kechmagunicha diydoringni ko'rmayin. Yo'qol. Dalil iqror. Ro'molcha. Yoningda bo'lsa qaytarib bersang, yo bu yerda yo'qotib qo'ysang, yo xotiningni qo'liga tushsa, janjal chiqarib yuradi. Nechun ibolali qahramonim, chapdast qochib qolding. Isnoddan tayi. Birgina umidim nabiramdan, vatanimdan bir ishqim. Komil Yarmatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Yashash aziz hissi dilda kezganda, vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Qara ko'zim kelim mardum. Men ishonaman. O'zbek adabiyotning kelajagi porloq. Bu buyuk adabiyot.